Alloh taolo haqiqiy taqvo qilinglar, ya'ni haqiqiy qo'rqinglar deyapti. Haqiqiy degani, haq degani bu doimo o'zgarmasdan turadigan narsaga, sobit turadigan narsaga haq deyiladi. Yo'q bo'lib ketmaydi. Doimo bir xil turadi. Hech narsa uni o'zgartira olmaydi. O'sha narsani haq deyiladi. Haq nohaqlik deyiladi. Haq degani doimo o'zgarmasdan bir xil turadigan narsani, sobit turadigan narsani haq deydi. Alloh taolo aytmoqchiki, Alloh taolodan shunaqangi qo'rqingki, iymoning bir xil tursin. O'zgarmasin, zaiflashmasin, suskashlikka yo'l qo'yma. Alloh taolodan har doim qo'rqib tur, sobit tur demoqchi. Haqqa tuqotihi degani Alloh taolodan haqiqiy qo'rq degani shu. Bir jo'shib ketganingda qo'rqib, keyin Allohni unut degani emas bu. Haqiqiy qo'rq degani har qanaqa vaziyatda Allohni esdan chiqarma, qo'rqma, taqvo qilgin demoqchi Alloh taolo.